Men hozirgacha 12 dan ortiq millioner va katta biznes egalari bilan yaqindan ishlaganman. Ularning biznesini, shaxsiy brendini ichidan ko'rganman. Ba'zilar bilan oylar davomida deyarli har kuni gaplashganman. Shu vaqt davomida bir narsaga e'tibor berdim. Boy odamlar bizdan faqatgina puli ko'pligi bilan farq qilmas ekan. Ularning qaror qabul qilishi boshqacha, vaqtga munosabati boshqacha, odam tanlashi boshqacha, muammoga qarashi ham boshqacha ekan. Eng qizig'i, bu farqlar katta narsalarda emas, kundalik hayotdagi juda oddiy qarorlarda ham ko'rinadi. Qanday odamni ishga olish, qaysi ishni o'zi qilish, qaysi ishga pul sarflashi, muammo chiqqanda qanday savol berishi, bularning hammasida boshqacha fikrlashni ko'rganman. Shuning uchun men bugun sizga kitobdan o'qigan yoki internetdan topgan narsalarimni aytmayman. 12 dan ortiq millioner va katta biznes egalari bilan ishlab, o'zim ko'rgan 12 ta xulosamni aytib bermoqchiman. Va oxirgisini tushunishim uchun menga ancha vaqt kerak bo'ldi. Akram Abdullayev, men media mutaxassisman. Agar ushbu video sizga foydali bo'lsa, unga albatta like bosing. Agar obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu video kengroq tarqalishi uchun va ko'proq insonlar ko'rishi uchun uni repost qilish esingizdan chiqmasin. Menga ham yordam bo'ladi va keyingi videolarni chiqarishimga yana bitta motivatsiya bo'ladi. Bunda sekin-asta videoga kirishamiz. Birinchi xulosam, ular pulni emas, vaqtni ko'proq qizg'onadi. Katta tadbirkorlar uchun eng qimmat resurs pul emas, vaqt. Oddiy odam biror narsaga pul sarflayotganda birinchi navbatda narxiga qaraydi. Qancha turadi, bunga arziydimi, arzonroq variantini topsa bo'ladimi deb o'ylaydi. Katta tadbirkor esa ko'pincha boshqa savol beradi. Bu menga qancha vaqtni tejab beradi? Chunki pulni qaytadan ishlab topish mumkin. Bugun yo'qotilgan pulni ertaga topishni iloji bor, lekin bugun ketgan 1 soat vaqtni ertaga siz hech qanaqasiga qaytarib ola olmaysiz. Shuning uchun ular ba'zan bizga qimmat tuyuladigan narsalarga ham bemalol pul sarflashadi. Chunki ular o'sha narsani o'ziga emas, u beradigan natija va tejaydigan vaqtga ko'proq pul tikishadi. Masalan, biror ishni o'zi 2-3 soat qilishi mumkin bo'lsa, uni boshqa odamga topshirish uchun pul to'lashi mumkin. Chunki u uchun bu shunchaki xarajat emas. O'sha 2-3 soatni o'zini muhimroq ishlariga sarflash imkoniyati bor. Shu sababli katta tadbirkorlarda qimmatmi yoki arzonmi degan savoldan oldin bu menga qancha vaqt tejab beradi degan savol turadi. Chunki pulni yana topish mumkin, qaytaraman. Vaqtni esa yo'q. Shuning uchun biror narsaga pul sarflashdan oldin faqat uni narxiga emas, u sizga qancha vaqt qaytarib berishiga ham qarashingiz kerak. Ikkinchi xulosam, ular hamma ishni o'zi qilmaydi. Katta tadbirkorlar pul topgani sari hamma ishni o'z qo'liga olishga harakat qilmaydi. Aksincha, ular o'z vaqtini qayerga sarflash kerakligini juda ham yaxshi ajratib olishadi. Chunki biror ishni qila olish, uni albatta o'zingiz qilishingiz kerak degani emas. Dizaynni dizayner qiladi, marketingni marketolog qiladi, moliyani moliyachi boshqaradi. Kundalik va takrorlanadigan vazifalarni esa shu ishga mas'ul bo'lgan odamga topshiriladi. Bu yerda gap ishni boshqalarga tashlab qo'yishda emas, gap o'z vaqtingizni qiymatini tushunishingizda. Chunki biznes egasi hamma ishni o'zi qilishga harakat qilsa, kun bo'yi mayda vazifalar bilan band bo'lib qoladi. Bir qaraganda juda ko'p ish qilayotgandek ko'rinadi, lekin biznesni o'stiradigan eng muhim qarorlar uchun vaqt umuman qolmaydi. Katta tadbirkor esa o'ziga boshqa savol berish kerak. Bu ishni men qilishim shartmi? Agar bu ishni boshqa odam sifatliroq yoki tezroq qilsa, uni topshiradi. O'z vaqtini esa boshqa birov o'rniga qila olmaydigan ishlarga sarflaydi. Shuning uchun katta biznes egasi kompaniyasidagi eng band odam bo'lishga emas, eng kerakli ishlarni qiladigan odam bo'lishga harakat qiladi. Chunki biznes kattalashgan sari hamma ishni o'zingiz qilishingiz emas, to'g'ri ishni o'zingiz qilishingiz muhim bo'lib qoladi. Uchinchi xulosam, ular tez qaror qabul qiladi. Tadbirkorlar har bir qarorni uzoq vaqt cho'zib yurmaydi. Yetarli ma'lumot bo'lsa, qaror qiladi va harakatini boshlaydi. Bu ular har doim to'g'ri qaror qiladi degani emas. Ular ham xato qiladi. Ba'zida noto'g'ri odamni tanlaydi, noto'g'ri loyihaga kiradi va noto'g'ri vaqtni tanlaydi. Lekin ular bitta narsani yaxshi tushunishadi. Noto'g'ri qarorni keyinchalik to'g'rilash mumkin, lekin qarorsizlikni yo'qotgan imkoniyatlarni esa har doim ham qaytarib bo'lmaydi. Ko'pchilik esa qaror qilishdan oldin hamma narsani 100% aniq bo'lishini kutadi. Yana ma'lumot izlaydi, boshqalardan fikr so'raydi, bir necha kun o'ylaydi. Natijada qaror qabul qilishning o'zi ishning eng katta qismiga aylanib qoladi. Katta tadbirkor esa ma'lumot yetarli darajada bo'lsa qaror qiladi. Chunki amalda harakat qilmasdan turib hamma narsani oldindan bilib bo'lmasligini tushunib yetgan. Eng muhimi qaror qilgandan keyin natijaga qaraydi.
ishlamasa o'zgartiradi, noto'g'ri bo'lsa to'g'rilaydi, yaxshiroq imkoniyat chiqsa yo'nalishini almashtiradi. Shuning uchun tez qaror qabul qilish shoshma-shosharlik bilan qilinadigan ish emas. Kerakli ma'lumotni olib, ortiqcha cho'zmasdan harakatga o'tishdir. Chunki ba'zida eng katta xato noto'g'ri qaror qabul qilish emas, umuman qaror qilmasdan imkoniyatni o'tib ketishiga yo'l qo'yishdir. 4-xulosam, ular qancha turadidan oldin nima beradi deb qaraydi. Katta tadbirkorlar bir narsaga pul sarflayotganda uning narxiga qarabgina qaror qilmaydi. Ular uchun asosiy savol bu pul evaziga nima olinadi va u qancha natija berishi mumkin. Masalan, biror xizmat $10,000 turishi mumkin. Birinchi qarashda bu katta xarajatdek ko'rinadi. Lekin agar shu xizmat biznesga $100,000 daromad olib kelishi mumkin bo'lsa, unda $10,000 ni shunchaki xarajat deb ko'rish noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun katta tadbirkorlar narx bilan qiymatni bir xil narsa deb qaramaydi. $10,000 to'lashni o'zi muhim emas. Muhimi shu $10,000 evaziga qancha natija olish mumkin. Xuddi shuning uchun ular ba'zi narsalarga boshqalarga qaragandan ancha katta pul sarflashi mumkin. Chunki ular bu qimmatmi degan savoldan oldin bu menga nima beradi deb qarashadi. Agar biror xarajat vaqtni tejasa, daromadni oshirsa, yangi imkoniyat ochsa yoki biznesni tezlashtirsa, uning narxi baland bo'lishi mumkin, lekin qiymati undan ham katta bo'lsa, bu oddiy xarajat emas. Bu investitsiya. Shu sababli katta pul qiladigan odamlar pul sarflashni faqat pulni kamaytirish deb ko'rmaydi. To'g'ri joyga sarflangan pul yanada ko'proq pul, vaqt yoki imkoniyat bo'lib qaytishi mumkinligini hisobga oladi. Demak, biror narsa qimmat yoki arzonligini faqat uning narxi belgilab bermaydi. Asosiy savol u sizga qancha qiymat qaytaradi. 5-xulosam, ular o'zidan kuchli odamdan qo'rqmaydi. Kuchsiz rahbar ko'pincha o'zidan kuchsiz odamlarni yoniga yig'adi. Chunki jamoada o'zidan aqlliroq, kuchliroq yoki tajribaliroq odam bo'lsa, o'zini noqulay his qiladi. Kuchli rahbar esa buning teskarisini qiladi. Agar kimdir marketingni undan yaxshiroq bilsa, uni jamoaga oladi. Kimdir sotuvni undan yaxshiroq tushunsa, undan foydalanadi. Kimdir moliyani undan yaxshiroq boshqarsa, aynan shu odamga mas'uliyat beradi. Chunki uning maqsadi xonadagi eng aqlli odam bo'lish emas, uni maqsadi eng kuchli jamoani yig'ish va natija qilish. Bu yerda ego juda katta rol o'ynaydi. Chunki o'zidan kuchli odamni yoniga olish uchun rahbar o'zini hamma narsani bilmasligini tan olishi kerak. Lekin katta biznesda hamma narsani bitta odamni o'zi qilishi ham mumkin emas. Shuning uchun kuchli rahbar bu odam mendan kuchli ekan deb qo'rqmaydi. Aksincha, bu odamni kuchidan qanday qilib foydalanaman deb o'ylaydi. Natijada esa uning o'zi kuchsiz tomonlarini boshqa odamlarni kuchli tomonlari bilan to'ldiradi. Shu sababli jamoa tanlashda faqat bu odam mendan qanchalik kuchli deb qarashni o'zi noto'g'ri. Ba'zida eng to'g'ri savol bu odam bizning natijamizni qanchalik kuchaytiradi? Chunki agar jamoangizdagi hamma odam kuchsiz bo'lsa, kompaniyangiz ham sizning imkoniyatingizdan uzoqqa bora olmaydi. 6-xulosam, ular muammoni emotsiya bilan emas, raqam bilan ko'radi. Savdo tushishi mumkin, reklama ishlamasligi mumkin, xodim ketishi yoki loyiha kutgandek chiqmasligi mumkin. Bunday vaziyatda muammoni o'zidan ko'ra unga qanday qarash muhimroq. Ko'pchilik muammo chiqqanda darrov emotsiya beriladi. Nega bunaqa bo'ldi? Nega aynan bizda hammasi rasvo bo'ldi deb vaziyatni o'ziga e'tibor qaratadi. Kuchli tadbirkor esa muammoni hissiyot bilan kattalashtirib o'tirmaydi. U avval muammoni bo'laklarga ajratadi. Savdo nega tushdi? Mijozlar soni nega kamaydi? Lead kamayganmi? Konversiya tushganmi? Xarajat oshganmi? Qaysi bosqichda muammo paydo bo'lgan? Chunki muammoni aniq ko'rmasdan turib, uni hal qilib bo'lmaydi. Masalan, savdo tushib ketdi degan gapni o'zi hech narsani anglatmaydi. Savdo qaysi mahsulotda tushdi? Qachondan beri tushdi? Nechta mijozga kamaydi? Qaysi kanal ishlamayapti? Raqamlar buni ko'rsatib beradi. Shunda muammo qo'rqinchli ko'rinmay qoladi. Chunki endi u shunchaki hammasi yomonlashdi degan hissiyot emas, aniq hal qilinishi kerak bo'lgan masalaga aylandi. Eng muhimi savolning o'zi fikrlashni o'zgartirdi. Nega menda doim shunaqa bo'ladi desangiz, miyangiz sabab izlaydi. Qayerda xato bo'ldi va nima qilamiz desangiz, miyangiz yechim izlaydi. Muammo o'zgarmasligi mumkin, lekin unga bergan savolingiz o'zgarsa, unga bo'lgan munosabatingiz va keyingi harakatingiz ham o'zgaradi. Shuning uchun muammo chiqqanda emotsiyaga berilishdan oldin raqamlarga qarash kerak. Nima bo'ldi emas, qayerda xato bo'ldi va endi nima qilamiz? Mana shu to'g'ri savol bo'ladi. 7-xulosam, ular pul berib bilim sotib olishdan hech qachon qo'rqmaydi. Ba'zi odamlar biror narsani o'zi boshidan o'tkazib, xato qilib, yillar davomida o'rganishni afzal ko'radi. Chunki boshqa odamdan bilim olish uchun pul to'lashni xarajat deb ko'radi. Katta tadbirkor esa bunga boshqacha qaraydi. U kurs uchun pul to'layaptimi, konsultatsiya olyaptimi yoki tajribali odam bilan ishlayaptimi? Aslida u faqat bilimni o'zini sotib olmayapti. U boshqa odamni yillar davomida yig'gan tajribasini sotyapti.
Biror odam bir yo'lni 10 yillab yurib, yuzlar xatolar qilib, qaysi yo'lni ishlashini topgan bo'lishi mumkin. Siz esa uning tajribasi orqali shu xatolarni katta qismini takrorlamasdan kerakli yo'lni ancha tez topishingiz mumkin. Albatta, har qanday kurs yoki konsultatsiya foydali bo'ladi degani emas. Bu yerda gap shunchalik bilim uchun pul sochishda emas. Gap to'g'ri odamdan to'g'ri bilimni va tajribani sotib olishni xarajat deb emas, vaqtni tejaydigan vosita deb ko'rishdi. Chunki ba'zi bilimlarni o'zingiz topishingiz mumkin, lekin buning uchun oylar yoki yillar ketishi mumkin. Agar kimdir sizga shu yo'lni ancha qisqa vaqt qilib ko'rsatib bera olsa, uni tajribasi uchun pul to'lash mantiqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta tadbirkorlar bilimga pul berishdan qo'rqmaydi. Chunki ular aslida faqat bilim sotib olmayapti. Ular boshqa odamni yillarni sotib olib, o'z vaqtini tejayapti. 8-xulosam, ular hammasi yaxshi bo'lganda harakat qilmaydi. Katta biznes egalari hamma narsa joyida bo'lishini kutib o'tirmaydi. Ularda ham muammo bo'ladi, qarz bo'lishi mumkin, xodim ketadi, noto'g'ri investitsiya qilishadi. Ba'zida ular ham nima qilishni bilmay qoladi. Farq shundaki, ular muammolar tugashini kutib emas, keyin harakat qilishga qaror qilmaydi. Ko'pchilik esa sharoitim yaxshilansin, pulim ko'payib qolsin, yetarlicha tajriba orttiray, o'zimga ishonch paydo bo'lsin deb kutib o'tiradi. Lekin bularning ko'pi harakatdan oldin emas, harakat davomida paydo bo'ladi. Pul ham ko'pincha biror ishni boshlagandan keyin keladi. Tajriba ham ishni qilib ko'rgandan keyin paydo bo'ladi. Ishonch ham natijalarni ko'ra boshlagandan keyin kuchayadi. Shuning uchun men hali tayyor emasman degan holat ko'pincha harakat qilmaslik uchun sabab bo'lib qoladi. Aslida esa hech qachon hamma narsa 100% tayyor bo'lib qolmaydi. Har qanday yangi ishda noaniqlik bo'ladi, xavf bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Katta tadbirkorlar esa shu noaniqlik bilan birga harakat qilishga o'rganib qolgan. Ular tayyor bo'lgani uchun boshlagani uchun tayyor bo'lib borgan. Shuning uchun biror narsani boshlash uchun hamma sharoit mukammal bo'lishini kutish shart emas. Ba'zida kerakli sharoitni o'zi siz harakatni boshlaganingizdan keyin yaratiladi. 9-xulosam, ular har bir odamni yaqiniga kiritmaydi. Pul va imkoniyat ko'paygani sari atrofingizdagi odamlar ham ko'payib qoladi. Kimdir do'st bo'lishni xohlaydi, kimdir sheriklik taklif qiladi, kimdir nimadir sotib olmoqchi bo'ladi. Yana kimdir siz orqali o'ziga kerakli odam bilan tanishmoqchi bo'ladi. Shuning uchun katta tadbirkorlar atrofdagi odamlarni tanlashda juda ehtiyotkor bo'ladi. Ular kim bilan vaqt o'tkazishini, kim bilan biznes qilishini, kim jamoasiga olinishini va kimni fikriga quloq solishini shunchaki tasodifan tanlamaydi. Chunki insonning atrofdagi odamlar uni vaqtiga, fikrlashiga va qarorlariga bevosita ta'sir qiladi. Noto'g'ri odam bilan ishlash faqat pul yo'qotishga olib kelmaydi. Ba'zida undan ham qimmatroq narsalarni olib ketadi. Vaqtni, energiyani va e'tiborni. Masalan, ishonchsiz odam bilan hamkorlik qilish faqat moliyaviy zarar bilan tugamasligi mumkin. U bilan bog'liq muammolarni hal qilishga ketgan vaqt, doimiy nazorat va stress boshqa muhim ishlaringizdan ham chalg'itib yuboradi. Shuning uchun kuchli tadbirkorlar hamma odamga bir xil darajada ochilmaydi. Bu odamlarni mensimaslik emas yoki hammadan shubhalanish degani emas. Bu shunchaki kimga qancha vaqt, ishonch va e'tibor berishni bilish. Chunki vaqtingiz cheklangan, e'tiboringiz ham cheklangan. Shuning uchun ularni kimga berayotganingiz juda ham muhim. Ba'zida eng yaxshi qaror yangi odam topish emas, noto'g'ri odamni yaqinlashtirmaslik bo'lishi mumkin. 10-xulosam, ular pul topishdan ko'ra tizim quradi. Kichkina biznesda ko'pincha hamma narsa egasiga bog'liq bo'ladi. Egasi ishga kelmasa, qarorlar to'xtaydi, muammolar yig'iladi, sotuv pasayadi va ish sekinlashadi. Katta biznesda esa egasi bir hafta, hatto undan ham ko'proq vaqt biznesdan uzoqda bo'lsa ham kompaniya ishlashda davom etadi. Chunki u yerda hamma narsa bitta odamning shaxsiy harakatiga bog'lanib qolmagan. Tizim bor. Sotuvning o'z tizimi bor, marketingning o'z tizimi bor, moliya boshqarish, xodimlarni tanlash, nazorat qilish va mijozlar bilan ishlashning ham o'z jarayoni bor. Shuning uchun katta tadbirkor faqat bugun qancha pul topayotganiga qarab qolmaydi. U ertaga ham shu natijani beradigan mexanizmni qurishga harakat qiladi. Chunki agar biznes egasi har kuni hamma narsani o'zi nazorat qilish kerak bo'lsa, u aslida biznes qurmagan. U o'ziga ish joyi yaratgan bo'ladi. Haqiqiy biznes esa egasining vaqtiga bog'liq bo'lmasligi kerak. Shuning uchun katta tadbirkorlar o'ziga qanday qilib ko'proq pul topsam bo'ladi degan savol bilan birga, qanday qilib bu ish mensiz ham ishlaydi degan savolni ham beradi. Chunki maqsad har kuni ko'proq yugurish emas, bir marta to'g'ri mexanizmni qurib, u mexanizm odamlar va jarayonlar orqali ishlatilishi. Shunda
biznes sizni vaqtingizni yeb yashaydigan ish emas, siz bo'lmaganingizda ham ishlaydigan tizimga aylanadi. 11-xulosam, biznes egasi qanchalik katta bo'lmasin, u o'z shaxsiy brendiga vaqt ajrata oladi va buni qiymatini tushunadi. Bu eng muhim xulosa. Bugungi bozorda faqat yaxshi mahsulot yoki kuchli tajribaga ega bo'lishni o'zi yetarli emas. Odamlar sizni bilmasa, sizdagi imkoniyatlarning katta qismi ko'rinmay qoladi. Tasavvur qiling, ikkita biznesmen bor, ikkalasini tajribasi ham bor, mahsuloti ham deyarli bir xil, lekin birini millionlab odam taniydi, ikkinchisini esa juda kam odam biladi. Tabiiyki, imkoniyatlar ham bir xil bo'lmaydi bu yerda. Ko'proq odam taniydigan biznesmenga yangi mijozlar keladi. Kuchli mutaxassislar u bilan ishlashni xohlaydi. Sherikchilik va hamkor takliflar ko'payadi. Odamlar uni fikriga ko'proq quloq soladi. Chunki odamlar bilmagan narsasiga ishonishi juda ham qiyin. Shuning uchun katta tadbirkorlar ko'rinishni shunchaki mashhurlik deb bilmaydi. Bu ishga ular ishonch va imkoniyat yaratadigan aktiv sifatida qaraydi. Agar siz yaxshi mahsulot yaratsangiz, lekin bu haqda hech kim bilmasa, mahsulotingizni kuchi bozor uchun deyarli ko'rinmaydi. Xuddi shunday, siz juda kuchli mutaxassis bo'lishingiz mumkin, lekin bozorda sizni hech kim tanimasa, sizga kelishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarning bir qismi boshqa odamlarga ketadi. Shuning uchun shaxsiy brend yoki biznesning ko'rinishi maqtan uchun emas, odamlarga men kimman, nima qila olaman va sizga qanaqa qiymat bera olaman degan savollarga javob berishi kerak. Kuchli bo'lishi o'zi yetmaydi. Bozor sizni kuchli ekaningizni bilishi ham kerak. Chunki ba'zida imkoniyatning o'zi sizni izlab kelmaydi. 12 va eng oxirgi xulosam. Eng katta farq, ular o'z hayotiga javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Katta natija qilgan odamlarning xarakteri, yoshi yoki biznesi bir xil emas. Kimdir juda intizomli, kimdir erkinroq yashaydi, kimdir esa tez qaror qabul qiladi, kimdir ko'proq o'ylab qaror qiladi. Lekin deyarli hammasida bitta umumiylik bor. Hayotida nima bo'layotganiga javobgarlikni o'zi oladi. Biror narsa o'xshamadimi, darrov aybdor qidirib ketmaydi. Davlat aybdor, bozor aybdor, xodim aybdor, sherigim aybdor, raqobatchi aybdor, sharoitim aybdor. Bunday fikrlashda odam o'zini, kuchini boshqalarga berib qo'yadi. Chunki muammo uchun kimnidir javobgar deb bilsangiz, yechimni ham o'sha odamdan kutib qolasiz. Kuchli odam esa vaziyatni boshqacha qabul qilishga harakat qiladi. Mayli, vaziyat shunaqa, endi men nima qila olaman deb o'ylaydi. Bu hamma muammoga men sababchiman degani emas. Siz hamma narsani nazorat qila olmaysiz. Bozorni ham, iqtisodiy vaziyatni ham, boshqa odamlarning qarorlarini ham to'liq boshqara olmaysiz. Lekin bitta narsani nazorat qila olasiz: keyingi qadamingizni. Shuning uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish odamga eng katta kuchni qaytaradi. Chunki vaziyatni o'zgartira olmasangiz ham unga qanday javob berishingizni o'zgartira olasiz. Va menimcha, katta natijalarning boshlanish nuqtasi ham shu. Boylikning boshlanishi faqat pul topishdan emas, o'z hayotingiz uchun javobgarlikni olishdan boshlanadi. Men 12 dan ortiq millioner va katta biznes egalari bilan ishlab, o'zim uchun olgan eng katta xulosalarim shular edi. Lekin bu 12 ta xulosaning ichida menga eng qiziq bo'lgan bitta narsa bor. Ularni hech birida qandaydir sehrli formula yoki hammamiz bilmaydigan bir sirni ko'rmadim. Ular ham xato qiladi, ular ham noto'g'ri qaror qiladi, ular ham ba'zida yiqiladi, ular ham oddiy odam. Farq shundaki, ular muammoga boshqacha qaraydi, tezroq qaror qabul qiladi va tezroq harakat qiladi. Shuning uchun bu 12 ta xulosani birdaniga hayotingizga qo'shishga harakat qilmang. Bittasini tanlang, o'zingizga eng keraklisini tanlang va bugunoq ishlatishni boshlang. Kommentariyaga esa shunchaki uni raqamni yozib qoldiring. Sizga eng qattiq ta'sir qilgan xulosa qaysi bo'ldi? Men kommentariyani o'qib chiqaman. Agar sizga shunaqa biznesni ichidan ko'rib, tadbirkorlar bilan ishlash davomida o'rgangan narsalarim qiziq bo'lsa, unda kanalga obuna bo'ling. Chunki bu videoda aytmagan narsalarim hali juda ham ko'p. Keyingi videolarda ham ularni bittalab ochib beraman.